o'zini qadrlash va o'ziga ishonish insonning qadr-qimmatini oshirdi. Sizning qimmatingiz o'zingizda. Qimmatingiz hargizmi pul melingiz yoki nasibingiz yoki unvoningiz va yoki shuhratingiz bilan emas, balki axloqingiz, qimmat qarashingiz va prinsipingiz bilan bo'ladi. Odam o'ziga ishonishi kerak. Yusuf alayhissalom Misr podshohiga "Ij'alni ala xazainil ardi inni hafizun alim." Meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga tayinlagan, chunki men uni obdan saqlaydigan va bu ishni biladigan odamman deb o'zini tanitgan. U hargizmi men payg'ambarning o'g'li va payg'ambarning nevrisi, payg'ambarning sulosidan kelgan deb tanitmagan. Faqat o'zida bo'lganini tanitgan. Payg'ambar alayhissalom hech kim o'zini tuvan ko'rmasin deb ko'rsatgan. Sahobalar: "Ya Rasululloh, o'zini tuvan ko'rish degan qandoq bo'ldi?" deb so'rashganda, Payg'ambar alayhissalom ularga Alloh uchun so'zlash kerak bo'lgan yerda kishilardan qo'rqib sukut qilishdir degan. Tarixlarda ma'lumki, haqiqatni dadil jakolab to'g'an Alloh taoladan boshqa hech kimdan qo'rqmagan kishilar kinki avlodlarning ulgi qilishiga va chin qalbidan yod etishiga sazovor bo'lib kelgan. Imom Ahmad ibn Hanbal, Allama Izzuddin Abdussalom, Abduqodir Damolla qatorliq zotlar shularning jumlasidan. Sizni qimmatli qilgan narsa sizdagi durustlikdir. Durustlik taqvolikning yana bir atilishidir. Moddiy sharoitingizdan kelib chiqishingiz yoki qilayotgan ishingiz va yoki tashqi ko'rinishingizdan hargizmi nomus qilmang. Siz nomus qilishga tegishli kishilar sizning qadr-qimmatingizni tashqi ko'rinishingiz bilan o'lchaydiganlardir. Ulardan siz nomus qilsangiz bo'ladi.